Hududda o'rganishlarda yurganimizda aytgandingizki, kadastr masalasida juda ko'plab tizimli muammolar aniqlandi degandingiz. Fraksiyaga kelganda ham shu masalani ko'tardingiz va boshqa deputatlar ham, demak, respublikaning boshqa hududlarida shu muammo borligi haqida gapirishdi. O'rganishlar natijasida bir qanaqa xulosaga keldi fraksiya? To'g'ri aytdingiz. Mana o'tgan hafta o'tkazilgan saylov okrugidagi faoliyatimiz, uchrashuvlar, soha o'rganishlarida shu masalaga alohida e'tibor qaratilgandi. Qonun qabul qilganmiz. O'zboshimcha egallangan yerlarni, undagi bino va mulklarga egalik huquqini e'tirof etish masalasida va mana qonun kuchga kirgani ham deyarli 1 yil bo'lib qoldi. Lekin aytganimizdek, joylarda muammolar bor. O'sha xatlov bilan bog'liq, umuman olganda egalik huquqini e'tirof etish masalalarida biz hozir muhokama qildik. Boshqa deputatlarimizda ham bu masalalarga e'tibor qaratgan ekan. Joylarda muammo borligini ko'pchilik fraksiyadoshlarimiz tan olishdi va buni hozir ko'rib chiqyapmiz. Balki o'sha mas'ul qo'mita ishtirokida muhokama qilamiz yoki parlament nazorati shakllaridan biridan foydalangan holda balki qilarmiz. Hozir mana bir deputatlarimiz bilan ham gaplashdik. Balki deputat so'rovi sifatida ham kelishib oldik. Endi asosiy masala yana chuqurroq o'rganib, yana qanday muammolar bor, boshqa hududlarda qanaqa masalalar bor, ularni ham bir tizimli, bir aniq muammolarni aniqlab, tegishli ma'lumotlarni olib, mutaxassislar bilan yana bir bor kelishib, gaplashib olib, bir xulosaga kelish bo'yicha fikrlarni bildirildi. Tushunarli. Bu muammoni tezroq hal qilmasa, yana kattalashib boraveradi, to'g'rimi? Bu juda katta tizimli ish hisoblanadi. Mana qonun bo'yicha 2028-yilning oxirigacha muddat berilgan. Juda katta hajmdagi ish. Sababiki o'sha qonun muhokamalarida ham alohida raqamlar keltirilgan edi. Mana 8 milliondan ortiq xonadonlar bo'ladigan bo'lsa, 50% ga yaqin, ya'ni 4 milliondan ortiq xonadonlarda hujjat bilan bog'liq, ya'ni kadastr hujjatlari, umuman egalik huquqi bilan bog'liq muammolar bor. Mana hozir kecha mutaxassislar bilan ham gaplashdik. Deyarli xatlov o'tkazilgan xonadonlarning deyarli 90% da muammolar bor. Muammo degani hujjatlarda masala bor. Ortiqcha kimdadir egallangan, kimdadir kadastr hujjati to'liq emas. Umuman olganda muammolar bor. Bu ishlarni yanada murakkablashtiradi. Ya'ni bu yerda juda katta tizim bor. To'g'ri raqamlashtirilgan, lekin mutaxassislarning yetishmovchiligi, umuman qonunchilik bilan bog'liq ayrim muammolar bor. Masala juda ham jiddiy. Bunga hozir agar e'tibor qaratmaydigan bo'lsak, mana shu keyingi 3 yilda ham balki bu masalalarni oxiriga yetkaza olmasligimiz mumkin. Shuning uchun hozir buni ko'rib chiqib, hozir muammolarni hal qilsak, qonun bilan belgilangan muddatlarda bu ishlarni yakunlashimiz mumkin bo'ladi.